Hozir prostatani ko'rsatcheniyasini ichilish tartibini o'rgataman. Mana bu birinchi quvvat doridan boshlaysiz. Ertalab nahorga och qoringa 1 choy qoshiq quvvat dori yeb olasiz. Urug'lik foizini ko'taradiganni kechqurun ovqatdan oldin yeb olasiz. Soat 5larda. Kuchalarni esa mana bunaqa holatda bo'ladi. Kuchalar qoshiq uchida, yarim choy qoshiq emas, qoshiq uchida yeysiz. 3 mahal ovqatdan 1 soatdan keyin. Zolotoy korin bilan valeriyanka har doim birga qaynatib ichiladi. Zolotoy korinni 2 uchta olasiz, valeriyankadan bir bosh olib 10 daqiqa past olovda qaynatib, suzib olib, keyin 1 piyolada ovqatdan oldin ichasiz. Bu birinchi kun. Ikkinchi kun shirin miya damlamasini damlaysiz. 1 choy qoshiqini 1 litrga damlab, ovqatdan oldin 1 piyoladan ichasiz. Ro'yan ham shunaqa damlanadi, bo'ymadron ham shunaqa damlanadi. Ravonni maydalab olasiz, yaxshilab. Choperdanmi nimadadir maydalab olib, buni ham xuddi shunaqa 1 choy qoshiq 1 litrga kunda 3 mahal ovqatdan oldin 1 piyolada. Asosiy joyi surtiladigan va kompress qiladigan. Qovug'ingizga surtasiz, belingizga surtasiz, siydik yo'llariga va prostata bezi bor joyga surtasiz. Buni esa 1 choy qoshigiga 2 osh qoshiq asal yoki 2 qopqoq spirt, qaysi birini topsangiz o'shani aralashtirib, kasha tayyorlab qovug'ingizga kompress qilasiz. Birinchi kun qovug'ingizga, ikkinchi kun belingizga, uchinchi kun oyoqni tagiga. Har 3 kunda aylanib kelaveradi. Kunning oxirida